Sizni qanaqa onaligingizni tekshirib ko'ramiz. Birinchisi, siz bolangizni ko'p urasiz. Urishib qo'yib, keyin xafa bo'lib o'tirasiz. Bekor baqirdim, bekor gapirdim deb. Hamma payt ham uni savollariga javob bera olmaysiz va har doim ham uni oldida bo'la olmaysiz. Ba'zi payt yig'laydi, sizdan jahli chiqib, juda ham xafa bo'ladi. Baqirib qo'yasiz, urishib qo'yasiz, keyin vijdoningiz qiynaladi. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa, bilib qo'yingki, siz yaxshi onasiz. Nega? Chunki farzandingiz siz oldingizda va siz unga maksimalniy darajada boringizni beryapsiz. Maksimalniy darajada bilgan hamma yaxshi narsalaringizni unga ravo ko'ryapsiz. Demak, siz yaxshi onasiz. Chunki farzandingiz siz oldingizda, siz uni qanaqadir didomlarga berib yormagansiz va bu siz yaxshi onaligingizdan darak beradi. Buni hamma onalar bilish kerak. Chunki buni bilmasa, men yomon onaman, men urishib qo'yapman, men yaxshi qaramayapman deb o'zidan xafa bo'lib yurishadi.